Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşıladığımız. Xitayning Hualin guruhi Şərq Türkistanның Bay nahiyəsində keng ko'lamlik chorvachilik fermasi qurishga boshladi. Xitoy Şərq Türkistanda ciddi ayrıldırımlarını ko'paytmoqda. Giuliani Xitoy Trumpning Xitoy virusi bilan yuqumlashiga mas'ul bo'lish kerak dedi. Amerika yangi ko'chmanlar siyosatini e'lon qilib, kommunistlarning Amerikaga ko'chib kirishini aniq chekladi. Hindiston askarlarni tez yo'tkash uchun to'nilashmoqchi. Trump doktorxonaning sirtida paydo bo'lib, qo'lg'ichilarni hayron qoldirdi. Tövəndə ehtimol xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. 2-ci yılda Xitoy Şərq Türkistan Bay nahiyəsi bilan Hualin Sanoat və Savdo Grupi çəklik şirkəti yezikilik universal taraqqiyot türü həmkarlıq kelishimi imzolab, Hualin Sanoat və Savdo Grupi çəklik şirkəti 4 milyard 500 milyon yuan xalq puli mablag' silib, Bay nahiyəsində ormançılıq universal taraqqiyot bazasi və cho'ng ko'lamlik chorvachilik sanoati texnik ulgi ko'rsatish firmasi qurishni planlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu Hualin guruhining bu sohadagi eng cho'ng mablag' silish turi ekan. 1-oktyabr Xitoy xabar to'rida Bay nahiyəsining 40 kilometr sharqi-janubidagi Sayron bozorida Hualin Sanoat və Savdo Grupi çəklik şirkəti mablag' solgan Bay nahiyəsidagi chorvachilik maydoni maxsus qurilish ish boshlash murosimi o'tkazilganligi. Bu qurilishning 3-navbatlik atalmish Xinjiang xizmat suhbat yig'ini uchun bir tantana ekanligini ta'kidlagan. Mazkur qurilish Hualin Sanoat və Savdo Grupi çəklik şirkətining Bayonglin Mo'ng'ul avtonom oblasti və Xirjing nahiyəsidən keyingi ikkinchi qurilish ekan. Mazkur shirkat yana Cho'chak, Altay, Xotan və G'ulji qatorliq shaharlarda munosabatli kelishimlarni imzolagan. Tahlilchilar Xitoy Sharq Turkistonning alohidaligi va afzalligidan foydalanib, aslida bor bo'lgan zavod korxonalarni buzib chiqib, Uyg'ur ishchi xizmatchilarini tutib lagerga solib, xohlagancha dafsandichilik qildi. Xalqarada Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan ayblanayotgan paytda, nomussiz jallod Xitoy hokimiyati zavod korxonalarni ko'plab qurib, oz qolgan Uyg'urlarni arzon emgak kuchiga aylantirib, o'zlarini oqlashga tirishmoqda. Shundaqla bu yil Xitoy o'lkalarida Xitoy virusi, cho'shqi vabosi, choshqon vabosi, cheketga va tabiiy ofatlar tufaylidan ishsiz qolgan Xitoy fuqarolarini turkumlab, yuqori imtiyoz bilan Sharq Turkistonga yo'tkashni maqsad qilgan dedi. Xalqaro aerodrom uchur to'rining 1-oktyabr xabarida Xitoyning Sharq Turkistonda 2020-yil yo'l qo'ymoqchi bo'lgan 10 aerodrom qurilish turi jiddiy ilib berilmoqda. 28-sentabrda Jundong aerodrom, 29-sentabrda Bayinbuloq aerodromi ayrim qurilish boshlagan. Qashqar, Aqsu, G'ulja, Keriya, Mo'ng'ul ko'ra qatorliq joylardagi mavjud bo'lgan aerodromlar kengaytirilib qurilgan. Hamda Aqsu va G'ulja aerodromlarining yangi terminal qurilishi bu yil bitib ishga kirishidi ekan. Xitoyning maqsadi 14-5 yillik planida Sharq Turkistondagi aerodromning sonini 30 ga yetkazish. Kuzatuvchilarning yakunlashicha, Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda 5 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmonlarni tutib, jazo lagerlari va turmalarga solash bilan bir vaqtda Sharq Turkistonning asosliq ul muassasa qurilishiga g'oyat zo'r mablag' selishi, havo qatnash turlarining normal bo'lgan ehtiyojidan eshib ketganligi. Bu Sharqiy Turkistonni taraqqiy qildirishni maqsad qilmasdan, balki Xitoy o'lkalaridan turkumlab atalmish Xinjiangga Xitoy oqqonlarini yo'tkash maqsad qilingan. Shundaqla Sharq Turkistonning har xil boyliqlarini talon-taroj qilish, yo'tkash ehtiyojini qondirish, muhimi Sharq Turkistonni har vaqt qattiq kontrol qilib, har ehtimolga qarshi tayyorlik ko'rish, tez suratda askar yo'tkab Sharq Turkistonni butunlay qamal qilish asosi g'oya qilingan. Nyu-York shahrining sobiq shahar boshlig'i Prezident Trumpning shaxsiy advokati Giuliani 4-dekabrda Xitoy hukumatining Prezident Trumpning Xitoy virusi bilan yuqumlashiga cho'qim mas'ul bo'lishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Giuliani 4-dekabrda Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Xitoy virusidan foydalanib Amerikaga hujum qilganligini, Amerika prezidenti va boshqalarning yuqumlashiga Xitoyning mas'ul ekanligini o'tirib qo'yib, bizga hujum qilgan davlat Xitoy davlati. Menga ishining. Ular bizga bu Xitoy kommunist virusi bilan hujum qildi. Men ularning prezidenti va boshqalarning yuqumlashiga mas'ul bo'lishini so'rayman dedi. Giuliani oldingi kuni kechda prezident Trump bilan Trumpning salomatligi va nurg'un siyosiy ishlar to'g'risida suhbatlashgan. U Trumpning ovozining odatdagidek normal va ahvolining yaxshi ekanligini, oldinroq saqiyib tezdan xizmat o'rniga qaytishini umid qiladiganligini bildirgan. Trump ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlisida va boshqa muhim so'rovlarda Xitoyning virus yuqum manbasini o'z ichida kontrol qila oladigan turib, oldini olish tadbirlarini qo'llanmay, qasddan dunyoning har qaysi joylariga tarqalishiga yo'l qo'yganligini o'tirib qo'ygan. Amerika Fuqarolar va Ko'chmanlar idorasi 2-dekabr siyosiy ko'rsatkich e'lon qilib, barliq Xitoy Kompartiyasining a'zolari yoki boshqa mustabid siyosiy partiya a'zolarining
Amerikada mangulik turish yoki Amerika fuqaroligiga erishishining mumkin emasligini bildirdi. Siyosiy ko'rsatkichda boshqacha kechirim qilinmagan sharoit ostida Kompartiyaning yoki boshqa mustabid partiya a'zosining yoki davlat tavalligidagi boshqa mustabid partiyaning a'zosi va yoki uningga chetishliqi bor har qanday ko'chman Amerikaga qabul qilinmaydi. Bu qabul qilishga bo'lmaydigan asos Amerika parlamenti Amerikaning bexatarlik tahdidiga taqobil turish uchun ma'qullagan texmi keng qonunlarning bir qismi ekanligini. Bu siyosat ko'chmanlik salohiyatini talab qilgan chet elliklarga mos keladiganligini. Masalan, Amerikadagi kompartiya a'zolari o'zlarining salohiyat o'rnini qonunliq doimlik salohiyatiga erish iltimos qatorliqlar ta'kidlangan. Bu yil kirgandan buyon Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushi, Xitoy virusi, Huawei, Sharq Turkiston, Hong Kong, Tibet o'rtasidagi ziddiyat va talash tortishlar kun sari kuchaygan. Buningdan boshqa Xitoy olimlari va chet ellik o'quvchilarining Amerika texnik maxfiyatligini o'g'irlashiga chetishlik, nurg'un josuslik delolari yuz berganlikdan Amerika o'zini qo'g'dash uchun bir qator jazo tadbirlarini yurgizishga majburlanib, ba'zi konkret kishilarga va xalqaro o'quvchilarga viza berishni tadrijiy cheklagan. Ilgari Amerika Xitoyning rasmiy axborot muxbirlariga viza cheklamasi qo'yishga boshlagan. Bu yil iyul oyining 5-ida Amerika yana Xitoy armiyasiga munosabatlik xalqaro o'quvchilarga aspirantlik vizasi bermaydiganligini, allaburun tarqatilgan vizalarning inovatsiz bo'lganligini e'lon qildi. Xitoy bilan Hindiston ikki yadro davlati jiddiy urush holatida turayotganda, Hindiston bosh ministri Narendra Modi Himolaya teg'i orqali strategik tonnelning ochilish marosimida qatnashdi. Bu tonnel Hindiston armiyasining Xitoy bilan bo'lgan Iroq chegara rayonlariga atlanishga ketadigan vaqtini zo'r darajada qisqartirdi ekan. Bu tonnel Hindistonning shimolidagi Himachal Pradeshni besib o'tib, Hindiston armiyasi bilan Ladakh rayoni o'rtasidagi Xitoy armiyasi bilan talash tortish qilayotgan ikki asosiy yo'lning biriga joylashgan. Hindiston hukumatı uzundan buyon bu tonnelning ochilishini chegara strategik plani qilib, xalqliq paytda askarlarning xatarlik Ladakh rayoniga jiddiy to'shilishiga tayyorlik ko'rish ekan. Mazkur tonnelning yer yuzidan egizligi 3000 metrdan ortiq, umumiy uzunligi 9 kilometr. Yasalish narxi 400 million Amerika dollari bo'lib, taxminan 50 kilometr yo'l qisqarib 4 soat vaqt tejiladi ekan. Tonnel orqali Hindiston harbiy mashqlarining har vaqt o'tishiga kafolatlik qilib, Himolaya teg'ining gumurlab tushish hodisasidan saqlana oladi ekan. Himolaya teg'i egiz va sovuq, yer shakli murakkab, temperaturasi tuvan bo'lg'achqa yil bo'yi aran 6 oy qurilish vaqti bor bo'lib, Hindistonning bu tonnelni yasashga taxminan 10 yil vaqt ketadi ekan. Xitoyning tahdidiga duch kelgan Hindiston yaqinda chegara rayonida tosh yo'l, ko'rik, harbiy va puxra aerodromi, egizlik tikuchar qatorliq ul aslaha qurilishini tizlatmoqda. Iyul oyida Xitoy va Hindiston chegara qo'g'dash armiyasi Ladakh Hindiston chegara rayonida keskin jang qilib, 20 Hindiston askari Xitoy askarlari tomonidan o'ldirilgan. Lekin Xitoy o'lgan yoki yaralangan askarlarning sonini hozirgacha e'lon qilmay maxfiy tutgan. Shuningdek, keyin ikki yadro qurolliq davlat to'qinish bo'lgan rayonga 10 minglagan askar avatgan bo'lib, vaziyat bargan sari jiddiylashmoqda. Amerika prezidenti Trump Xitoy virusi bilan yuqumlangandan keyin Walter Reed davolash markazi davolanishni qabul qildi. Butun Amerikadagi kishilar Trumpni qo'llash uchun keng ko'lamda duo tilovat va doktorxona oldida Trumpga madad berish uchun parad o'tkazdi. 2 dekabrdan boshlab Amerikadagi har darajalik tashkilotlar, Sharq Turkiston surgun hukumati va Amerika xalqi davolash markazining sirtida Trump uchun duo qilib qo'llaydiganligini bildirgan. Fox xabarlarining riyosatchisi Laura Ingraham Trump qo'llovchilarning doktorxonaga kelganligini bilgandan keyin Oqsaroy xizmatchilar boshlig'i Mark Meadowsni avatib, qo'llovchilarga shokolad va boshqa tatliqlarni tarqatib berdi. Kishilar shokolad ustida prezident Trumpning imzosi borligini ko'rib, hayronlikda xushallik cho'mdi dedi. 4 dekabr tushdan keyin Trump Twitterda sin ko'rinish yo'llab, oldi bilan davolash xodimlariga minnatdorligini, ondan doktorxona sirtidagi qo'llovchilarga rahmat etib, ozroq xushallik sovg'asi borligini so'zlagan. Bir qancha minutdan keyin prezident Trumpning mashina atirti doktorxona sirtida paydo bo'lib, asta-asta kishilar oldidan o'tdi. Trump mashinada maska taqgan holda qo'llovchilarga qo'l bilan bosh barmog'ini ko'rsatib, Xitoy virusini cho'qim yengdiganligini bildirdi. Trumpning qo'llovchilari bu ko'rinishni ko'rib intayin hayajonlandi. Bizningki hamda Sharq Turkiston xalq nomidan prezident Trump va xonimi Melania Trump xonimniki tizdan saqishini va bu Xitoyni Xitoy virusini tarqatgan Xitoyni texmi ko'p ig'ir jazo bilan jazolashini talab qilamiz. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.